sizlarga hozir ovqat qotganimni tez ko'rsatib yuboray. Mana shuni hozir rasmini ham qo'yib qo'yaman alohida qilib. Turk do'konlaridan olsanglar bo'ladi. Buni qaranglar, bu yoqda tovuq go'shti, sabzi, bolgarskiy, keyin mana bu yashil no'xat bor-ku, lamanga solganimdagi. Ana o'sha narsa pripravalar qilib, piyoz bilan solsanglar, mana shuni bitta sovorasizlar. Bitta ikkita aylantirib qovurib olib, ozgina suv solib dimlab qo'ysanglar, yaxshi mazali ovqat bo'ladi. Ham tez bo'ladi, juda ham mazali taom hisoblanadi. Bu qaranglar, bu o'zi turklarning taomi. Bu narsani men juda ham ko'p qilaman, hozirlar bilan ham bo'lishib ketgim keldi. Yaxshi zot chiqadi. Bu-chi xuddi bizani nima deydi? Mamparlar bo'ladi-ku, xuddi o'shanga o'xshaydi. Hozir qovurib oldim. Endi bunga suv solamiz. Bitta qovurib olsanglar yetadi. Hozir suv solib dimlab qo'yamiz buni. Yaxshi shirali, mazali bo'lib chiqadi, ishoninglar. Bitta tayyorlab ko'ringlar, ham juda ham tez bo'ladi. Juda ham mazali bo'lib chiqadigan. Какой oshdan charchagansiz, makarondan charchagansiz, lekin nima qilishni bilmayapsiz. O'sha paytda zo'r yechim. Ham oshga ham o'xshab ketadi, ham makaronga ham o'xshab ketadi. Mana shu suv yetadi. Endi buni hozir bitta qaynab chiqqandan keyin dimlab qo'yamiz endi buni.